Avvalambor assalomu alaykum. Mana YouTube olamidagi parranda ishqiboz akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz, xolai, tog'ayi kimdagi parrandaga qiziqayotgan mana shu parranda ishqibozlarimizga mana shunday kurka, brahma, indutga, oddiy xonaki tovuqlarni boqish, oddiy joylarigina boqish usullari. Mana shunday yemini hozir yem berish jarayoni. Mana yarma, pishgan yarma, hammasi pishgan yarma yeyapman. Yetilib, ochilib ketgan yarmalar pishib. Mana bunday pishirib bersanglar, tuxum tug'ishlariga foydasi katta. Mana hammasi bir-biri bilan murosa qilgan holatga ovqatlanishyapti. Hech qanaqa bir-birini cho'qib ham, azob berib ham, unday yarador qilib alaqonaga o'tirib taylamaydi. Ishqilib barisa haqqini ajratib yeyolibdi. Keyin bu ovqatdan keyin bir o'tlatgani tashqariga ko'chaga olib chiqamiz. Kurkalarimizni qo'yday haydab ketaversangiz bo'ladi. Bu indutkalarimiz uncha yura olmaydi. Shu hovliga ko'kat, o't yulib ketirib beramiz. Ko'k yesa tuxum tug'ishlariga yaxshi. Ham qonnisini ancha-muncha ovqatiga ekonomika bo'ladi ko'kat yesa. Shunaqa gaplar jigarlar. Boqish oddiy usuli. Mana katayadan chiqarib oldik. Hammasi mana chiqdi kataya xonasining ichidan. Bitta adash kirib qolibdi. Shunaqa gaplar jigarlar. Muammoli joy yo'q. G'ozlar hammasi mana bu bukvoy. Shunaqa gaplar jigarlar. Muammosi yo'q, qiyinchilik joyi yo'q. Mana shu hammasini boqib, mana bunday bozorlardan ko'katlar olib kelganman. Yetilgina ko'katlarni mana ko'kat. Mana bunday o'to'g'riladi. Yuradi. Bundan keyin qo'shimcha ovqat. Yuradi. Arsa o'zi uzib olib ko'katlar. Ustilariga o'tlar urib ketirib taylab qo'yaman. Yaxtakkina, soyagina tuxumi aynimaslik uchun. Setkachalar qildik, yangi o'zgarishlar hovliga. Jo'jalariga hovliga o't ekib qo'yamiz. So'ng ko'kkina qilib hovlini endi ko'kartirib qo'yaylik. Mana oddiy boqish usuli jigarlar. U qiyinchilik joyi yo'q. Mana har doimgidek o'zlari Abbosbekda gazini bosh guruhi o'lki bosish kerak gazga. U qo'rqilayotgan joy yo'q. Boqish kerak, qo'rqmay. Mana videolarni ko'rib borayotgan bo'lsanglar, bizdagi sir yo'q. Boricha bilganlarni aytib, eshittirib boraveramiz. Bizga bunday yashirish anasi yo'q. Borichasini aytamiz. Satil bilan bir satil yeydi. Kechga bunisi bilan bir satil yeydi. Bittasi. Ikkovini ham deyarli farqi katta kichiklik. Hech qancha anosi yo'q. Shunday boqaveringlar jigarlar. Mana yerlarni taxlab endi jo'jichalariga o't beda qilib qo'yamiz. Jo'jalar chiqqandan keyin o'tlashiga. Qiyinchilik joyi yo'q jigarlar. U muammo emas.
mana makyonlari yotdi. Mana xo'rozlarni lishnasini ajratib qo'ydim. Mana aka. Mana xo'rozlarning lishnasini ajratib qo'ydim. Mana ikkita xo'roz ajratdilar. Makyonlar yotgandan keyin bularcha lishnali qiladi-da. Hozir xo'rozlarni ko'pini ajratib qo'ydim. Shag'i yetadi hozir.